Yurtimizda yangilanish va yasharish timsoli bo'lgan Navro'z bayrami shukuhi ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Har bir hududda bayramona kayfiyat, quvonch va samimiyat hukm surmoqda. Uyg'onish va yasharish, go'zallik hamda nafosat, muruvvat va saxovat ramzi bo'lmish Navro'z ayyomi Chirchiq shahridagi Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetida ham katta tantana bilan nishonlandi. Bayram munosabati bilan tashkil qilingan shodiyonada universitet talaba yoshlari sumalak, xalam, ko'ksomsa kabi Navro'z taomlarini tayyorlab, dasturxonni turli noz-ne'matlar bilan bezadilar. Talabalar ijro etgan aytishuvlar, lapar va o'lanlar, yor-yor kabi xalq og'zaki ijodi namunalari bayram ishtirokchilarida katta taassurot qoldirdi. Bugun bizning universitetimizda bayram shukuhi juda avjida. Men o'zim Qoraqalpoq kelini ko'rinishda chiqdim va bu yerda har xil o'zimizning viloyatimizning o'zini an'anasini ko'rsatgan holda har xil milliy kiyimlar bilan sahnamizga chiqib o'zimizni ko'rsatmoqdamiz. Prezidentimiz tomonidan bizga yaratilgan imkoniyatlar juda ham katta. Men o'zim prezident stipendiyasini qo'lga kiritdim. Hozirda o'zimning ilmiy loyihalarimni kuchga solib harakatdaman. Navro'z bayrami hammamizga muborak bo'lsin. Universitetda Navro'z bayrami doirasida xorijlik professor o'qituvchilar ham faol ishtirok etdi. Men uchun bu bayram juda qadrli, chunki Navro'z bu faqat an'ana emas, balki xalqlarni birlashtiradigan, do'stlik va mehr-oqibatni targ'ib qiladigan ulug' ayyom. Bu yerdagi muhit juda samimiy. Talabalarning faolligi, milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmati va ijodkorligi alohida e'tiborga loyiq. Men bugun haqiqiy bayram kayfiyatini his qildim. Milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizni o'zida jamlagan bayram ko'rgazmasida hududlarning o'ziga xos an'analari aks ettirildi. Tantanali tadbirda ta'lim tizimi rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan o'zining samarali ilmiy pedagogik faoliyati bilan alohida o'rnak bo'layotgan ustozlar e'tirof etildi. Ularga universitet rahbariyati tomonidan faxriy yorliqlar, tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi.